Instagram kuzatuvchilari, bugun hafta kuniga seshanba 2026-yilning 5-may sanasi. Navbatdagi Spark avtomashinamiz bilan sizlarni tanishtirib chiqmoqchiman. Sparkchamizni ishlab chiqarilgan yili 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Polni radnoy kraskada. Bosib o'tgan masofasi 71 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Bir qator ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Avtomashinamizga qilingan ishlar. Porsche ruli o'rnatilgan. Pioneer magnitofon, kondisionerlargacha ishlab turibdi, kondisionerlarni yaxtak qilib turibdi. Lenovo registrator, yaxshi chexol polik, Kenwood kolonkalari ham bor, usilitlari ham bor. Metan gaz bilan jihozlangan. Avtomashinamizning orqa ko'rinishlari. Avtomashinamizning ana shu orqa eshigida vakuum bo'ladigan joyi bor ana. Qolgan joylari tiniq bo'lib turibdi. İçki salonlari ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Ana bu Kenwood kolonkasi, ana bu usilitli. Ana. Bosib o'tgan masofasini ko'rib chiqamsizlar. Avtomashinamiz bosib o'tgan masofasi 71380 km. Motor chaslarini ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Motorchalar ana. Klapim bo'lmagan, ochilmagan, metan gazlari bor. Yangi akkumulyator, Magigar pult. Soatchada ishlab turibdi moshina. Avtomashinamizni tan narxiga keladigan bo'lsak, hammani qiziqtiradi. Narxi 7350 AQSh dollari. Yana barakasiga bir nima o'tib beriladi. Srochni sotuvda. Bosinglar barakasini bersin.